27-noyabr kuni nega butun xalqaro biznesning nigohi Toshkentga qaratildi? Sababi Business Holistic 2025 bu yilning eng muhim biznes anjumanlaridan biri bo'lib, aynan shu yerda o'tkaziladi. AQSh, Yevropa, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyodan yirik biznes yetakchilari poytaxtga keladi. Ularning asosiy mavzusi 2025-yilning bosh resursi bo'lgan ishonch. Bu odatda yopiq doiralarda aytiladigan eng muhim biznes insaytlarni bevosita ekspertlardan eshitish uchun noyob imkoniyat. Agar siz biznes olamidasiz, bunday imkonni boy bermang. Bu hamkorlar topish, kelishuvlarni tezlashtirish va global bozorlar qaysi yo'nalishga ketayotganini anglash uchun qulay maydon. Shuningdek, Realting.uz ushbu konferensiyaning rasmiy axborot hamkori. Biz barcha asosiy voqealarni to'g'ridan-to'g'ri maydondan yoritib boramiz. Anjuman chetda qolsa, yaqin yillarning asosiy biznes trendi ham qo'ldan chiqadi. Siz bilan birga bo'ldi Zamira Alimova va Realting TV. To'liq maqolani Realting.uzda o'qing. Bu yerda har kuni ko'chmas mulk bozorining yangiliklari, tahlillar va butun mamlakat bo'yicha 30 mingdan ortiq e'lonlar taqdim etiladi. Ilovani App Store va Google Play dan yuklab oling, ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling va bir qadam oldinda bo'ling.